Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiye de size gacıyoruz. Leksiye de Washington'da sözleyimiz. Bugünkü leksiyemizin mavzusu mındak. Mavzudun bir işke kız gap kalaylı. Avval şunu aytaylı ki, birinci ayının 28. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump efendi, Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin telefon verip telefonda söhbetleşti. Şundan keyin Amerika Avazı Radyosu'nun Xitay til programmasının alayda teklif kılıngan muhbiri Beyhua. Asli Beyhua bu adam Amerika Avazı Radyosu Xitay til programmasının Moskova'da turuşluq muhbiri. Lekin bu qatim alayda meselege alayda teklif kılıngan muhbir Beyhua'nın haberini anlatımız. Dikkat vatandaşım. Amerika Avazı Liniyesi. Bu dini Amerika Koşmuş Ştatları Amerika Avazı Radyosu'nun Xitay til programması da yeniden açılgan programma Amerika Avazı Liniyesi. Vakit Cungu vakti saat 20'den 19 minut ötkende. 2017 yıl 1. ayının 31. günü. Haftanın 2. günü. Amerika Avazı Liniyesi, Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump, Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bilen tuncu qitim telefonda sözleşti. Rusya, Amerika, Cungo 3 burcak münasebeti qandaq hareketlenedi. 2007 yılı 1. ayının 30. günü saat Beijing vakti saat 22'den 24 minut ötkende. Xabar qilguvchi Abdur Beyhua. Yuqorqi qora ekranga yozilgan xat. Yuqorqi mazmunlar qora ekranga yozilgan xat. Endi oq betlarga, ya'ni oq ekranga yozilgan xatlar mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 6 günü, ya'ni 1. ayının 28 günü Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda 40 minut söhbetleşti. Telefonda söhbetleşiş Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump qasam berib, vazifega o'ltirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya Federatsiyasi ikki davlat rahbarlarining tunji qatam o'zaro aloqalashishidir. Rusya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati qanchalik darajada yaxshilanishi mumkin? İki devlet Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya Federatsiyasi rahbarlarining bu qatimqi suhbati Cungo Rusya munosabatiga zarba elib kelamdi. Moskva haqiqiy niyatda Washington bilan qo'l tutishib Beijingga taqobil turamdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Rusya Federatsiyasi Cungo 3 burjak qandaq harakat qiladi. Hem bu münasebet kelgüsü qaysi nişan qarab mağıdı. Bularning hammasi xalqaro jamiyat ko'ngil bo'lib atgan masalalardir. Tövende Amerika Avazı Liniyesi yoki Amerika Avazı Radyosu'nun Moskva turuşluq alayda tekliflik muhbiri Beyhua efendining yuqorqi masalalarga aloqador masalalarning yangi taraqqiyotini tushuntirib berdi. Yuqorqi xabar Amerika Avazı Radyosu Xitay til programmasida 2017 yıl 1. ayının 31. günü, yani haftanın 1. günü anlatıldı. Xabar yazma şekilde verilmedi. Fakat televiziyada verildi. Radyoda sözlegendek sözlendi. Amerika Avazı'nın Xitay til programması bu haberini yazma şekilde ilan kılmadı. Televizyada ko'rsatish shaklida anlatıldı. Beyhua yuqorqi savollarga mundaq javob berdi. Uch burjak munosabat qandaq taraqqiy qildi? Rusya taraf e'tibor bilan qaradi. Rusya jamiyati e'tibor berdi. Amerika Cungo Rusya Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya Federatsiyasi davlatining munosabatiga Rusya jamiyati e'tibor berdi. Munosabatning yaxshilanishini umid qildi. Chavshan, Iran, O'rta Sharq to'g'risi to'xtaldi.
kayfiyat yaxshi. İki davlat rəhbərinin kayfiyatı yaxşı. Tilək tiləklə Rusiya bəxtlik bolsun, Rus xalqı bəxtlik bolsun deyişlə. Çeket, köp çeket. Dünya uruşudu Rusiya. Amerika Qoşmuş Ştatları ittifaqdaş idi. Köp çeket. Yuqarı dərəcəlik uçuruşuş. Peskov. Prezident Vladimir Putin'nin bayanatçısı Peskov. Yuqarı dərəcəliklə uçuruşu. Peskov mındaq dedi. 20 devlet yığını açılıştın burun. Yaki 20 devlet yığını da uçuruşu mümkün. Stratejilik soda təsir dairesini itiraf qilish. Stratejilik soda. Bu degini, Beyxuanın degini, Amerika Qoşmuş Ştatları bilen Rusya Federatsiyasi o'ttirishida stratejilik soda deydi. Təsir dairesini itiraf qilish. O obzor, Jungoga taqobil turish. Bular burunli uçuruşudur. Ben sebep bundaq cümlelerin üzüp kilinişi o kişi radyoda sözləvatıdı, ben hatırlavatıman. Ben asaslık yerlerine tutuvagan cümlelerini la bu betlerge tizdim, efendiler o kişi radyoda sözləvatıdı, televizyonda sözləvatıdı. Bula burunlu uçuruşudu. Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin burunlu uçuruşudu. Amerika Rusya intayin zor stratejilik sodağa tayyorlik qilyapti. Dikkat vatandaşım. Amerika Rusya intayin zor stratejilik sodağa tayyorlik qilyapti. Rusya matbuotları Rusya'nın ta'sir doirasini itiraf qilish. Demek ötkende men sizlarga leksiya qilib so'zlaganda Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar katibi Kissingerning maslahat berib, Rossiyaning ta'sir doirasini e'tirof qilish, ikki davlat o'rtasidagi munosabatni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kechiringlar, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi munosabatni saqlash va dunyoning tangpunligini saqlash va yana boshqa masalalarni sizlarga men so'zlagan edim. Hozir bu yerda bo'layotgan gap Rossiyaning ta'sir doirasini e'tirof qilish degan bu so'z bugun Rossiya matbuotlarida o'ttirg'i chiqdi. Amerika Jungoga taqobil turish jihatda Rossiyaning yordamda bo'lishini umid qiladi. Bu gap qaysi tarafdan? Rossiya tarafdan kelyapti, Amerika Qo'shma Shtatlari tarafdan kelyapti. Men radioda ochiq anglayolmadim, lekin mush gapni tutib oldim. Amerika Jungo taqobil turish jihatda Rossiyaning yordamda bo'lishini umid qiladi. Germaniyada o'tkazilgan 20 davlat yig'ini ko'pchilik Rossiyaga munosabatlik ta'sir doirasi, ya'ni ko'pchilik ikki davlat rahbarlari uchrashadigan so'rinni tanlayotdi. İntayin zor stratejilik sodağa tayyorlik qilyapti. Men qayta anglagandan keyin yana bu jumlani yozib oldim. İntayin zor stratejilik sodağa tayyorlik qilyapti. Bu Rossiyaning ko'z qarashi, deydi Beyxua efendi telefonda. Lekin bu xabarga riyosatchilik qilguvchi Amerika Ovoz radiosi ta'til programmasining riyosatchisi bu Amerikaning ko'z qarashi deyapti. Bu yerda ezish bormi yoki riyosatchi buni burmalayotamdi bilgani olmaydi. Ammo Beyxoning degan gapi Rossiya matbuotlarining ko'z qarashi bo'yicha bular hozir intayin zo'r strategik sodaga tayyorlik qilyapti. Ben bu üzüp yazılgan cümlelerde çıkan otlarga başkanın koyup duraylı stratejilik soda degen sözün üzü bu. Öyle adetken Malta var bu yönleri sodası emez. Bir yerde bu siyaset sahasında müştak elinandığını bilmeyim ben. Bırak hazır Rusya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilen Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Trump efendi uçuruşudu, görüşüdü. Demek Rusya matbuotlari eg'iz ilayotgan strategik soda. İntayin zor strategik soda. Yani bunun maqsadi Rusya'nın gazetlerinin nazardagi gap Rusya'nın yoki hozirgi Rusya Federatsiyasining ta'sir doirasi ayni vaqtdagi sobiq Sovetlar ittifoqi davridagi ta'sir doirasini hali ham Rusya'ning ta'sir doirasi deb e'tirof qilish. Bu yerda ikki xil ta'sir doirasi var. Men o'tgan vatandoshlarimiz so'zlagan edim. 1944-yili Turkiya Jamhuriyatining yangi ahvoli degan kitobda 1944-yili cho'ng davlatlar diplomatlari ya diplomatik ministrlari diplomatiya ministri Moskva yig'in o'tkazganda Stalin Churchillga shundoq degan edi. İranning shimolini Rossiya territoriyasi qo'shib olish, Jungoning g'arbini Rossiya territoriyasi qo'shib olish. Bu Jungoning g'arbiy Shinsha chegarasidan boshlanadi yoki boshqa sabab belgili olmaydi. Mush rayonlarning hammasini Rossiya territoriyasi qo'shib olish yoki Rossiyaning
ta'sir doirasiga elish degan vaqtda ayni vaqtdagi Angliyaning vaziri Churchill og'zingni yum. Bundaq so'zni ikkinchi qatam eg'izga olg'ichi bo'lma degan. Shu vaqt qilib qolgan. Endi keyingi ta'sir doirasi deyli 91-yili Rossiya yemirilish davriga kirib 15 davlatga parchalandi. 15 davlatga parchalanishdan burun bu 15 davlat sobiq Sovetlar ittifoqining territoriyasi va davlatining chegarasi ichidagi davlatlar edi. Endi bular davlat bo'lib parchalanib chiqib ketdi. Bugun Mo'shalar Rossiya Federatsiyasining ta'sir doirasida deb Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilsa, yoki shundaq shartlar o'tirg'i chiqsa, yuqorqi gaplardan analiz qilsak, vaqtida jahonda yana bir qatam zo'r o'zgarish bo'ladi, hurmatli vatandoshim. Bu jumlalar, bu so'zlar mana bir jumladan chiqib kelyotdi. Biz shuning yarasha tahlil, analiz qilyapmiz. Endi kelgusi qanday ishlar yuz berdi, dal mushu masala tarafida biz yaqindan diqqat qilib turamiz. Yo'lda vatandoshlar bilan birga buni tahlil qilib turamiz.